Bugun men sizlar uchun Farg'ona shahrining markazidan ajoyib bir fayzli uyni shogirdim Artur bilan birgalikda ajoyib obzorni qilib beraman. Assalomu alaykum Zinat uy-joy savdosining aziz kuzatuvchilari. Bugun biz Artur bilan birgalikda qayerga keldik, Artur? Flagmanga keldik. Farg'ona shahar flagmanda orqa tomoniga keldik. Demak, eshitdingiz. Demak, shaharning ajoyib joyidan ushbu uyimiz judayam ajoyib bir qulayliklari, ajoyib katta xonadon uchun moslashgan ushbu xonadonni gapirib charchamaymiz biz Artur bilan. Sababi ushbu uyimizni birinchi judayam fishkalar, ya'ni judayam ko'p qulayliklari borki, albatta bu uy siz izlagan uy va bu uy siz oqtargan uy va bu uy albatta sizniki bo'lishi mumkin. Demak, azizlar, ushbu uyimizni ko'rib turganlaringizdek, uyda birov yashamagan, uy o'ta ham go'zal, tepalari natijada patologlar qilgan lyustralar, mebellar Toshkentdan kelgan ekan. Oyoq tayi hammasi теплый pol qilingan, albatta pardalari ham o'ta ham go'zal. Nima deysiz, Artur? Да, Устос, присоединяюсь абсолютно каждому сказанному вашему высшему слову. Дорогие друзья, приехали на очередную локацию. Как я сказал, флагман локация Фергана Шахар. В общем, приехали в такой дом, на самом деле, да, очень красивый, Устос. Да. К тому же 182 квадрата, дорогие друзья. Дуплекс продается у нас полностью везде, что вы видите, сделано везде теплые полы. Также вся мебель, которая здесь присутствует, абсолютно новая, никто не жил. Да, Устос. Albatta, yana bitta narsasi, azizlar, ba'zi birlar odam yashasa, unda ketdi, bunda ketdi deydi. Bu uyda birov yashamagan, ya'ni bemalol kirib o'zingiz yashashligingiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, eshiklarimiz bir xil oppoq, qalbi oq pokiza insonlar uchun oppoq eshikli MDFlar qo'yilgan. Ushbu joyimizdan kirib kelganingizdan keyin mana bunaqa kirish shkaflari qo'yilgan, chiroyli oynalar qo'yilgan. Oynada ham hikmat bor. Har kuni ertalab chiqib ketayotganingizni o'z aksingizni ko'rib turib Allohga hamd aytib ko'chaga chiqib ketasiz. Bundan keyin kirganimizdan keyin azizlar, ushbu joyda keyin aytamiz nimaligini. Bu yerda mana bu joyimizda azizlar detskiy hisoblanadi. Detskiy, ya'ni bolalarimiz uchun joylashgan. Ajoyib mebelchilarimiz ham qayli ajoyib mebellarda qilingan, zamonaviy dizaynlarda har bitta narsa o'zini go'zal bir holatda joylashgan. Artur? Все абсолютно верно, дорогие друзья. На самом деле очень красивый дом. Также детскую комнату вам Устос показал. Это получается у нас спальня. Можете наблюдать, дорогие друзья, какой у нас красивая мебель. Какая красивая мебель. Все, что вы здесь видите, никто не лежал, никто не пробовал. Это я вам гарантирую. Да. Albatta, Artur, ko'rib turganingizdek tepada natijada patologlar, pardalar hammasi o'zini o'rniga, mana mebel полный komplekt. O'ta ham bir zamonaviy, как Yevro stildagi odamni bir kayfiyatini ko'taradigan rang tanlanganizlar. Albatta tavsiya qilamiz ushbu uyni oxirgi videoni ko'rishlikni va bu yerga kelganimizdan keyin, ya'ni hojatxona, sanuzel deb qo'yilyapti ruschasiga, lekin o'zbekchasiga hojatxona, ya'ni inson o'z hojatini chiqaradigan joyimiz va mana bu joyimiz esa kengroq, ya'ni cho'milish, yuvilish xonalari hammasi mujassam bo'lgan joy. Да, дорогие друзья, как вы можете наблюдать, у нас два санузла. В одном санузел, в втором душ и санузел. Раздельный, дорогие друзья, это получается наша кухня. То, что можете наблюдать, вся, вот видите, мебель с левой стороны, даже маркировки стоят. Никто не пользовался этой мебелью, никто не жил. Hech kim foydalanmagan, albatta to'ppa-to'g'ri aytyapti Artur. Ya'ni sizni e'tiboringizni qaratyapti, ya'ni mana bunaqangi treninglari ham olinmagan. Mana bu joyimizda esa duxkontorni deyilyapti. Ya'ni mana bu narsa butun uyni, ya'ni mana bu birinchi qavat va dupleksga, ya'ni podvalga tushamiz. Yangi so'zlar dupleks deyapti. Ya'ni dupleks, pol podval, har xil gaplar. Endi o'zimizning tilimizda, ya'ni pastdagi qavatga tushamiz azizlar va bu narsani ham albatta ko'rsatamiz azizlar. Да, дорогие друзья, как вы наблюдали, это двухконтурный котел, который отапливает полностью все полы. По этому дому везде проложены теплые полы. Даже зимой очень тепло. Bu veranda desak, veranda emas. Bu katta bitta xona, mana shu joyda taomlarni pishirib, ya'ni bemalol taomlanib, mana bu joyga chiqishligimiz mumkin demak. Azizlar, demak bitta oshxonamiz, bu yerda ikkita sanuzelimiz bo'lyapti va bitta mehmonxonamiz va yotoqxona kattalar uchun va detski bo'lyapti. Endi eng sirli joyi, demak, bu yoqqa tushamiz. Pastga tushamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Tushganimizda qaranglar, tushish ham o'ta ham qulay. Mana bunaqangi nержавейка ushlab tushadigan narsalar qilingan. Дорогие друзья, наблюдайте, просто смотрите, насколько на самом деле
Все сделано с умом и разумом. Все белое, все красиво. Натяжные потолки, люстры. Посмотрите, сколько места. Artur mana bitta savolni qilay. Mana shu yerda nima qilsa bo'ladi deb o'ylaysiz? Машетта endi, по моему чистому мнению, вот для детей очень хорошее место. Вот именно, знаете, игровую зону какую-то сделать. Вот. Yaxshi, zo'r fikrda aytdi. Haqiqatda bolalarsiz ko'p odamlar bo'lsa, nevaralar tushirib olsangiz, pastda to'paniq qilib o'ynaydi. Никто никому не mешает. Lekin meni hayolimga kelgan narsa bu yerda men bitta chiroyli namozxona qilib qo'ysangiz, azal mashaalloh, maza qilib bu yerda xotirjam ibodatingizni qilib, zikringizni qilsangiz bo'ladigan joy bo'ladi azizlar. Demak, bu joylar polni to'pli pol azizlar, to'pli pol. Asli to'pli pol nima bo'ladi o'zbekchasiga? Issiq pol bo'ladi. Sizlar desak bo'ladimi? Demak, mana bu joyda yuvinish xonasi, bitta yuvinish xonasi va mana bu joyda esa kattalar uchun yana bitta yotoqxona, ya'ni bitta farzandingizni uylashingiz mumkin. Да, дорогие друзья, можете наблюдать. Также в этих комнатах у нас нетронутая мебель. Можете посмотреть дамская комната, дамская столик, как говорится, да, где можно носик припудрить. И также у нас здесь, вот видите, выдвижные, как говорится, плацкарты или как мебель. Тоже очень качественно, очень красиво, очень новая. Да, еще везде, оказывается, натяжные потолки, да, везде? Везде, Да. по всему дому сделаны натяжные потолки, вплоть до люстр. Посмотрите, в каждой комнате, в каждом доме разные люстры. Под свой вкус сделано, да? Да. Очень красиво. Да. И azizlar, bu oxirgi xonamiz, bu joyda detskiy qilsangiz ham bo'ladi yoki bo'lmasam o'zimizni, men o'zbekchasini topa olmayapman, tilimga garderobniymi deyishyapti ruschasiga. Ya'ni o'zimizni ko'rpa, to'shaklar, shunga o'xshagan narsalarni joylasa bo'ladigan joy qilsa bo'ladi. Bu joy ham o'ziga yarasha natijali patologlar qilingan. Либо farg'onalik katta akalar, sizlarning orzularingni yoshlikdan o'zimni xonani qilib, свою комнату сделать, компьютерную, игровую зону. Чисто хорошее место. Мне так кажется. Bu ham yaxshi fikrda bo'ladi. Офис, своя комната, личная комната, которой никто не имеет права зайти. Yoki bo'lmasam, biz doim ilmga targ'ib qilamiz. Kutubxona qilsangiz bo'ladi. O'zingizni kutubxonangiz maza qilib kitob o'qiydigan, ilm oladigan joy qilsangiz, xona qilsangiz bo'ladi. Chunki ilm olayotganda xotirjamlik kerak. Demak, ushbu uy kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, azizlar, flagmanni shunday orqasi joylashgan 4 qavatli uyning birinchi qavatida duplex deydi, ya'ni podval bilan bo'lgan ushbu uyimizning narxi azizlar 93 ming so'rayapti. Demak, yomon narx emas azizlar. Kim qiziqqan bo'lsa, pastga raqamga qo'ng'iroq qilsangiz, yana batafsil ma'lumotlar beramiz azizlar. Да, Устос. Дорогие друзья, всем тем, кого заинтересовала наш объект, цена этого объекта 93 тысячи долларов. Конечно же, для вас, дорогие друзья, есть небольшая скидка. Всем тем, кому интересно, звоните по ниже указанному номеру. С вами был Зинат. Uy-joy savdo, sifat va ishonch belgisi. Hammaga rahmat. Assalomu alaykum. Sog' bo'linglar.